Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda 1984 namlıq romanның davamı. 4-ci bab. O xeyli yaxşı boп qaldı. O gün seri degudek ət elib, bədində güç madarı payda buluşqa başladı. Appaq çıraq yoruqı bilan yiliqi gürüldavatqan avaz avalqidakla bar idi. Amma kamir burun yetib baqqan başqaları qarğanda köp rahat idi. Karvatda madras və yastık. Karvatның yanında bolsa bir kichik o'rindiq bar edi. Ular uni yuyundurib qo'ydi. Tömür dasta xohlagan chaqda yuz ko'zni yuyishga ruxsat qildi. Hatto uningga yuyish uchun issiq suv berdi. Yangi ish kiyim va forma berdi. Uning mushqidagi yarsiga og'riq to'xtatish meyi surkab qo'ydi. Ular uning qolgan tishlarining hammasini elib etib, yangi tish sep qo'ydi. Aradan cho'qim bir necha hafta ya bir necha oy o'tdi. Agar hozir o'zi qiziqsalar, vaqtni hisoblash oz to'la mumkin edi. Chunki tamoqni uningga vaqtida akirib beryotdi. U 24 soatda 3 vaqt tamoq yeyapman deb o'yladi. Ba'zida kechada yeyotgandimanmi yo kunduzdimi deb o'ylab qoladi. Tamoq olaydi yaxshi bo'lib, har 3 vaqt tamoqning birida go'sht bor edi. Bir qatim uningga bir qap sigaret akirib berdi. Uningda saranga yo'q edi. Ammo un chiqmas qorovul uningga o't tutashtirib beradi. Birinchi qatim chekkanda uning ko'ngli elishib ketdi. Ammo u chidab ketdi. U bir qap sigaretni uzun vaqt chekdi. Har tamoqdan keyin bir talnoq yerimini chekadi. Ular uningga bir qarindosh qalam qistirulgan xotira berdi. Uningga hech narsa yozilmagan edi. Başta o bunu işletmedi. O oygaq vaqtırdımı qilcha harakat qilg'uz kelmaydi. İki tamoq orliqida asosan degudek qimir qimma yotadi. Ba'zida chala uyquchilikda ko'zini uzungacha ocholmaydi. U hozir kuchlik chiroq nuri ostidami normal uxlayoladigan bo'ldi. Nur uyqusiga ta'sir qilmaydi. Faqat tushining oldi-kayni bor bo'lib qoldi. U hozir to'la hollarda tush ko'radi. Tolası xuşal düşlərdi. O altın rəng səhralarda, bəzdə quyoshning altın nurları sepilgan yop-yoruq xarabalarda onasi Julia O'Brienlar bilan birga quyosh nuri ostida o'tirishadi. Boshqa hech ish qilmaydi. Faqat ko'ngillik ishlar haqida paranglashadi. O uyg'oq chaqlarda asosan degudek tushida ko'rgan ishlarni o'ylaydi. U o'zining zehniy kuchini yo'qotgandek qiladi. Hozir uning badanida og'riydigan yermi yo'q edi. U zerikib ketmadi. Uning boshqalar bilan paranglashqisimi, diqqatini chashqisimi yo'q edi. Tayoq yemasa, so'roq qilinmasa, tamoqi joyida bo'lsa, tozliqini qila olsa, qattiq rozi edi. Onun bağınsırı uyqusu az qaldı. Amma yanıla karvatdan qopqısı kelmeydi. Onun faqat tep-tinish yetib, badaniga mağdur toplanğanligini sezgüsü bar edi. O xuddi muskullarning yo'g'inab, terilarning ching'ayotganligini sezib beqish uchun tushimmi yoki o'ngimmi degandek barmoqlarda badanining u bu yerlarini besib baqatdi. Ahiri o özünün baxansırı ət edivatqanlıqı işendi. Onun patanlarımı hazır tızıqı qarğanda tomlaşdı. Onundan keyin başta xuşaqmısımı az dola çeynaqışqa başladı. Uzaq ötmey qadimini hisablab 3 kilometr mağdıgan boldu. Onun mökçüyüp igilip qalğan mördürümü tiklendi. Baxansırı xeyli murakkab hareketlerini qilishqa urinib baxtı. Hatta bazı qılanmagan hareketlerden hayran kaldı ve hicil boldu. O tehi yügrənmeydi. Orunduqni kötürüp turanmaydı. Bir putuda turanmaydı. Her qıtım turup baqqanda yıqılıp ketedi. Zoңuzayıp oturup baksa, yan peşi ve paqalçak muskuli qattiq ağırıp, derhal turup ketedi. O iki qolu bilen yer beğirlap bakmaqçı bolup, özünü yerden 1 santimetrmi kötürənmedi. Amma bir necha kundan keyin bu ishmi muvaffaqiyatli tamomlandi. U hatto bir qatimda oltini beg'irlay oladigan bo'ldi. U badandan xeyli zo'qlanadigan bo'lib qoldi.
Chiroyimi xeyli asli kelib qoldi. Faqat chosh yo'q taqir beshini tutib sağanda aynakdagi heliqi g'alati maxluq esiga kelib qoladi. Uning kallasimi endi xeyli harakatlanishga boshladi. U karvatda o'tirib, tamga yo'linib, xotirini tizga qo'yib, o'zini qayta tarbiyalashni boshladi. U uttirg'iniga tanbadi. Buni ulama bildi. Amaliyotda u olliburun taslim bo'lishni qaror qilib bo'lgan edi. U shafqat ministerligiga ilib kirilgandan boshlab, hatto Julia bilan ikkisi ekrandagi buyruq nima qildisa shuni qilgan shu chaqdala bu qaror chiqarilib bo'lgan edi. U shu chaqdala o'zining partiyaga qarshi turg'idek madori ahli yo'qligini bilib bo'lgan edi. U hozir 7 yilning yoqi ideya soqchilarining uni xuddi do'pi aynak ostidagi bir qo'ng'izdek kuzatganligini biladi. Ularning diqqatining sirtida qolgan bir ig'iz gap, bir harakat, ular bayqayolmagan biror o'y fikr qolmagan edi. Ular hatto xotirasining ustidagi heliqi bir chimdim to'pinimi qayta joyiga qo'yib qo'ygan edi. Ular uningga ilib-ilingan ovozlarni qo'yib berdi, suratlarni ko'rsatdi. Ularning ba'zilari Julia bilan edi. Shundoq, u endi partiyaga qarshi tura olmaydi. Uning ustiga partiyaning to'g'ri edi, ham cho'qim shundoq bo'lishi kerak edi. Bu o'lmas. Kollektiv menga qandoqmi xatolashsin? Qaysi tashqi o'lcham bilan siz uning hukmlarining to'g'ri xatoligini ayriy olasiz? Aql degan statistikalik narsa. Bu faqat ular sendan kutgandek fikr qilishni o'rganish masalasi xolos. Aql degan statistikalik narsa. Bu faqat ular sendan kutgandek fikr qilishni o'rganish masalasi xolos. Qarindosh qalam uningga tom apsiz tuyulib qoldi. U kallasiga kelgan o'ylarni yozishga boshladi. U boshda kilangsiz cho'ng harfda monolarni yozdi. Hörlük qulluqdir. Ondan to'xtamasdanla ostidagi qo'rni yozdi. 2ga 2ni qo'shsa 5 bo'ladi. Ondan u nimishqidir to'xtab qoldi. Uning mingisi bir nimalardan qichiyotganda qiladi. U diqqatini yig'olmay qoldi. U aslida keyindigini biladi. Ammo shu topda uni aslayolmay qoldi. Keyin uni o'zligidan tabiiy tuyg'usi bilan emas, aqliy o'ylanish bilan aslab chiqdi. Xudo huquqdir. Xudo huquqdir. U hammani qabul qildi. O'tmishni o'zgartirib bo'ladi. O'tmish azaldan o'zgartirilmagan edi. Okeaniya azaldan hozirmi Sharqiy Osiyo bilan urush dedi. Jones, Aronson, Rutherfordlar haqiqatan ayblangan jinoyatlarni sodir qilgan. Ularning gunohsizligini isbotlaydigan foto suratni u azaldan ko'rib baxmagan. Undaq bir narsa mavjud bo'lib baxmagan. Uni u o'zi to'qigan edi. U ziddiyatlik narsalarni esida saqlaganligini esladi. Ammo bular hammasi yolg'on eslamalar edi. O'zini aldashning mahsullari edi. Nima degan oson, faqat bosh aksila. Boshqa narsa shuningga agishadi. Bu xuddi sen har qancha kuchsangmi, seni orqaga yiqitadigan yiqinga qarshi uzib, ondan tuyuqsizla keyniga burilib, yiqinga agishib uzib ketishga o'xshaydi. O'zingning pozitsiyasidan boshqa hech nima o'zgarmagan edi. Bo'g'liq hammani bo'ladi. U o'zining nemishga isyon qilganini tuzuk bilmaydi. Hamma ish oson edi, faqat har qanday narsa to'g'ri bo'lsa bo'laveradi. Atalmış tabiatning qonuniyati degani quruq gap edi. Yer sharining tortish qonuniyati quruq gap edi. Agar xohlasam degan edi O'Brien. Sopun köpükçüstek laylab tura olayman. Winston buning tegiga yetdi. Buning tegiga yetdi. Agar u laylayalayman deb qarasa, men shu vaqtning o'zida uning shundoq qilganligini ko'rdim deb qarsam, u holda bu ish reallikka aylanadi. Tuyuqsiz suv yuziga bir xoda tosh chiqqandek, uning qalasiga bir o'y keldi. Bu haqiqiy yuz bermaydi. Faqat
biz buni yuz berdi deb tasavvur qilamiz. Bu yolg'on tasavvur. Bu o'yini darhol bostirib etdi. Buning sapsatligi aniq edi. Bu sapsata ma'lum bir yerda boshqa bir haqiqiy dunyo bo'lib, shu yerda haqiqiy ishlar yuz berdi deb qiyos qiladi. Ammo nədimi bundaq dunyo bo'lsin? Bizning qaysi shaylar haqidagi bilimimiz mingimizdan o'tmaydi. Hamma narsa mingimizda yuz berdi. Mingimizda yuz bergan ishlarning hammasi cho'qimki haqiqiy yuz berdi. U bu sapsatini o'ng'ayli bir taraf qildi. Uning eziq turishiga uchramadi. Ammo u bunda xiyolning yana kelib qolmasligi kerakligini tunib yetdi. Uning mingisi har qanday xatarlik ideya bosh ko'targan zaman darhol paydo bo'ladigan bir qarg'u nuqta paydo qilish lozim edi. Bu jarayon cho'qim avtomatik, tabiiy edi. Yangi tilda buni jinoyat to'sish deb ataydi. U jinoyat to'sishni mashq qilishga o'tirdi. U avval o'ziga mundaq qiyosni tashladi. Partiya yer sharini yapaloq deydi. Muzni suvdan ig'ir deydi. Ondan keyin buning zid qarashni o'ylamaslik, tushunmaslikni mashq qildi. Bu oson emas edi. Bu zo'r tirishchanlik, chaqmoqdek inkos talab qiladi. Masalan, 2 qo'shilgan 2 tang 5 degan mushu matematikalik masala uning tafakkurdan halqib ketgan edi. Bu yana uningdan kuchli aql gimnastikasini talab qiladi. Bu logikadan nayt ustalik bilan foydalanish, yana orqadanla ig'ir logikalik xatolikni qabul qilish iqtidori edi. Dötlikmi xuddi zehnga o'xshashla shundoq zarur bo'lib, u erishish nayt qiyin bo'lgan bir zehniy kuch edi. Mushu jarayonda uning mingisining bir yerlarida meni qachon etivitar degan andisha hukm suradi. Hamma o'zingga bog'liq degan edi O'Brien. Ammo Winston uni bir amal qilib, balduroq ishga oshirib qilib bo'lmaydiganligini biladi. Balkim 10 minutdan keyin yoki 10 yildan keyin etib mumkin edi. Ular uni necha yil mushundaq yolg'iz solab qo'yishi, emgak lageriga avatishi yoki ba'zi chog'dagidek uni bir mezgil qo'yib berishi mumkin edi. Shundaqla u etilishdan burun qo'lga ilingandan tortib uning beshiga kelgan kunlar, ya'ni yangi boshdan takrorlanishi mumkin edi. Shunisi aniqki, o'lim hargiz u faraz qilgan chog'da kelmaydi. Hech kim tilga olmaydigan, ammo hamma biladigan an'ana shuki, ular sizni orqangizdan atadi. Doim siz kamerdan kamerga olmishib, koridorda mengayotganda ogohlantirish bermasdinla orqa mangizga atadi. Kunlarning birida bu ibora toza joyda ifodalanmaydi. Chunki kunlarning birida bu ibora toza joyda ifodalanmaydi. Chunki bu ish yarim kechada yuz berib qilishi mumkin edi. U mundaqmi xiyolni surib baqqan edi. Bu xiyoli to'limi yorqin, yaqinliq edi. U koridorda mang'ash o'qning etilishini kutib atadi. U o'qning har zamon kelib qoldiganligini biladi. Hamma ish hal bo'ldi. Chiroyli tugadi. Hamma xalos bo'ldi. Endi yana gumon, munozara, azob, og'riq, qo'rqinish qolmadi. Uning badani sog'lom, kuchli edi. U to'limi yengil qadamlar bilan xushal tuyg'uda qadam tashlayotdi. Quyosh nuri atrofni yo'ritib turadi. U shafqat ministerligining tor koridorda emas, balki quyosh nuri yo'ritib turgan, kengligi 1 kilometr keladigan bir koridorda edi. U bu yerda xuddi dori ichib olgandek bir xil hayajonliq his tuyg'uda ketib boradi. U oltin rang sahroda to'shqanlar o'tlaydigan bir konut o'tliqdagi chig'ir yo'lda ketib o'tadi. U tapın ostidagi qisqa, quyuq chimlardan, yuziga tushayotgan quyosh nuridan hozirlanib o'tadi. O'tliqning cho'rsidagi qarig'ashlar mayni shamolda yengil ig'anglab turadi. Uning yana bir tarafida bir yerda bir eriq bor bo'lib, sugatlar ostidagi uningdan shakllangan yop-yeshil ko'lchaklarda beliqlar
üzüşüp yürətdi. Birdinla uning vücudini qo'rqinish qoplab oldi. Uning dumbalarimi terlab ketdi. Uning quloqiga o'zining yuqori ovozda "Julia! Julia! Julia! Suyimligim Julia!" deb to'lab tashlagani kirdi. Daqiqachilik bir vaqt u butunlay Julia qishida bordek bir tuyg'uga kelib qolgan edi. Julia uning bilan birga emas, balki uning ichididek qiladi. Xuddi uning teri to'qilmalarining ichiga kirib ketgandek edi. Shu daqiqaning o'zida Julia uningga burunqi birga bo'lgan chog'lardagidanmi suyimlik bilindi. Shundaqla u yana Julianing ma'lum bir yerda hayotligini, uning yordamiga muhtojligini biladi. U karvatga yetib o'zini tinchlantirmoqchi bo'ldi. U nima ish qilib qo'ydi? Bu daqiqalik ketkizib qo'yish uning yana qancha yillik azob epkila. Birdamdila o'tikning taraqligini anglandi. Ular bundaq qilmishni jazolamay qolmaydi. Ular ilgari bilmay qolgan bo'lsa, hozir bildiki, Winston ular bilan bo'lgan kelishimni buzgan edi. Demakki, u partiyaga bo'ysundi. Ammo uning texicha o'sh. O'tgan kunlarda u o'zining aksiyatchil mingisini itoatman tashqi qiyofati ostiga yoshirgan edi. Hozir u yana bir qadam chekingan edi. U kallasida bo'ysungan, ammo yana qalbining eng cho'nqur yerlarini saqlab qolishni umid qilgan edi. U buning xatoligini biladi, ammo u mushuni tanlagan edi. Ular buni tushunadi. O'Brayinmi buni tushunadi. Bularning hammasi ana shu hamoqatlarcha to'lashda iqror qilib tashlangan edi. Ishlar endi yana qaytadan boshlanadi. Balkim yana bir qancha yil ketishi mumkin edi. U o'zining hozirgi qiyofatini obdan esimda tutib olay degandek qo'llarida yuzini silab chiqdi. Yuziga cho'nqur qo'riqlar tortilgan edi. Mang'i sumaklarimi qo'liga ushliq urindi. Burnimi panoqlashib ketgan edi. Uningdan boshqa u eng oxirgi qitim aynakka qaraganda uning yangi tish sepib qo'yilgan edi. O'zining chiroyining qandaqligini bilib olmaganda har xil ifodalarni yoshirish tasga tushadi. Ammo har qanday ahvol ostida chiroy ifodasini kontrol qilib qo'yishlar yetarli emas edi. U tunji qitim navoda biror maxfiyatlikni yoshirmoqchi bo'lsang, cho'qim uni o'zingdanmi yoshirishing kerakkan deganni tushundi. Bütün jarayonda sen uning borligini bilishing lozim. Ammo lozim bo'lmaguncha uni ingingga har qanday shaklda ilib kirmasliging kerak ekan. Endi hozirdan boshlab u to'g'ri o'ylashi emas, yana to'g'ri his qilishi, to'g'ri tush ko'rishi lozim edi. Yana nafratini xuddi to'pni saqlagandek badanning ichida, ammo badandan ayirib saqlashi, uni badanning bir partisi qilib olmasligi kerak edi. Kunlarning birida uni etibdi. Siz uning qachonligini bilmaysiz. Ammo bir necha sekund burun uni faraz qilish mumkin. Bu doim koridorda manganda orqa mingisiga etiladi. 10 sekund balkim yetarlikdir. 10 sekund balkim yetarlikdir. Shu chaqda uning ichidagi dunyo oshkor bo'ladi. Ondan keyin birdinla bir eg'iz gap qilmay, qadamini to'xtatmay, chiroyini mit qilmay, niqobini yirtib tashlaydi-da, pang qilgan ovoz bilan tang uning g'azab nafrati o't chachadi. Nafrat go'yo kuchlik yolqin kabi uning butun vujudini qoplaydi. Yana shuning bilan bir vaqtda pang qilgan ovoz bilan o'q etiladi. Ular uning mingisini o'zgartirmay, kontrol qilolmay, pari qilib etadi. Bunda qilishga bak kechikkan yoki bak bodur bo'lishi mumkin edi. Shuning bilan uning qolasidagi aksiyatchi ideya jazosiz, tovsiz qilib qolgan bo'ladi. Ular buningga mangu yetolmaydi. Uning qolasidan bir to'shik ichib qo'yganlik, ular o'zining mukammalligidan bir to'shik ichib qo'yganlik edi. Ularga nafratlanib o'lib ketish erkinlik edi. U ko'zini yumdi. Bu zehni mashq qabul qilishdan ko'p qiyin edi. Bu
o'zi xo'rlash, o'zini o'zi depsandi qilish edi. U endi eng mehnat yerga tashlanadi. Odamning ko'nglini eng elishtiradigan, eng qo'rqinchli narsa nima? U xo'jakini o'yladi. Qap-qara burutliq bu yo'g'on yuz. U doim buni tashviqot rasmlarida ko'rgachga, uni shundaq 1 metr kenglikda tasavvur qiladi. Va uningdagi ko'z qayaga bassa uningdan uzilmaydi. Uning kallasiga xohlagancha kirib chiqadi. Uning xo'jakiga nisbatan haqiqiy ta'siroti qandoq bo'lg'aydi? Koridordan o'tiklikning ig'ir ovozi kelishga boshladi. Temir eshik jaraqshib ochildi. O'Brayn kameraga kirdi. Keyinda yiliqi sham chiroy ofitser va qorovullar bor edi. O'rningdan turib, bu yoqqa kel, dedi O'Brayn. Winston uning ro'biri o'tirdi. O'Brayn uning mo'risini kuchli qo'llari bilan ching tutib, uningga yaqindan qaradi. Sen meni aldashni o'ylab ekansan-da, dedi u. Bu uchiq chiqqan hamoqatlik. Tur, yuzimga qara. U to'xtab, sal sipoyi talaffuzda dedi. Sen bağan siri ilgirləyətsən. Əxli cəhətdə çataq yox. Faqat hissiyat cəhətdən ilgirləş bolmayvatıdı. Etqina. Esingdə bolsun, yolğan etmə. Senin xo'jakığı bolğan haqiqiy hissiyatın qandaq? Mən onunğa öş. Sen onunğa öş. Yaxşı. Əmdi ən axırqı qədəmge keldik. Sen xo'jakini çoxum yaxşı görüşün kerek. Onunğa boysunup qo'yishla yeterlik emas. Çoxum onu yaxşı görüşün kerek. U Winstonni qorovullarga ishtirib berdi va 101 nomerlik uyga dedi.